Rodri kelajaging borasida muhim qarorni qabul qilish paytida nima sababdan Real Madridning taklifini rad etgan holda Barselonaning taklifini qabul qilding? Bunga nima sabab bo'ldi? Hammaga xayrli kech. Avvalambor albatta men hozir bu yerda sizlar bilan bo'lib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi kun men uchun, mening yaqinlarim va oila a'zolarim uchun juda ham muhim kun. Mening futbolchilik faoliyatimda juda ham muhim bo'lgan yangi sahifa ochilmoqda. Va endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, albatta qaror qabul qilish oson bo'lmadi. Birinchidan, albatta Manchester Cityni tark etish borasidagi qaror sababi bu klub menga borini berdi va o'tgan yillar davomida men u yerda o'zimni baxtiyor his qildim. O'tgan yillar davomida City menga bergan mehri va birgalikda qo'lga kiritgan natijalarimiz uchun ulardan bir umrga minnatdorman. Bundan tashqari klubni tark etishimning vaqti kelganini tushunishganim uchun ularga rahmat aytmoqchiman. Barselona esa ajoyib klub. Men uchun har doim o'z falsafasi, futboli va qadriyatlari sababli dunyoning eng jozibali futbol klubi bo'lib kelgan. Yuqorida aytganingizdek, menda boshqa variantlar ham bor edi, lekin Barselona men uchun har doim birinchi raqamli tanlov bo'lib kelgan. Va buni klub prezidenti Laportaga va direktorlar kengashiga ham yetkazdim. Bu yerda ekanligimdan baxtiyorman. Yanada ko'proq xabarlarni bilish uchun Futbol dunyosi kanaliga obuna bo'ling.